رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hemimizden bugünümüzni etimizden yaxşı qilsin. Kelgüsümüzni bugün küllerimizden ebzel yaxşı qilsin. Aldınqı derslarda Nuh aleyhisselam'ninki qissa haqida to'xtalib o'tgan edik. Demek Nuh aleyhisselam o'ziga ergashgan müminler bilan nijotlikka erishib, qavmi to'fon balasi bilan halok bo'lgandan keyin Nuh aleyhisselam'ninki xalqi nijot topganlar müminler uzun zaman Allah'a ishongan, qiyomatga ishongan, Allah'ni bir bilib yaşagan. Lekin vaqtning o'tishi bilan şu çağda Arab yerim aralının janubi qismiga berib yaşagan xalq bulaço dese yana o'zininki Nuh aleyhisselam'ның zamandaki ata-bobolarınınki butparastlik etiqadi qaytib iz ishga boshlagan. Bular azgandan keyin Allah'ga inkar qilib, qiyomatga inkar qilib, nayt haddidan eshib, zimində öz yaşayotgan rayonda haddidan aşqan vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala bulağa Hud aleyhisselam'ni peygamber qilib öz qavmining ishidan avatgan. Yani öz xalqining ishidan Hud aleyhisselam'ni peygamber qilib şu Ad qabilasiga avatgan. Bu Ad qabilasi bilan Hud aleyhisselam'ning vaqaligi Qur'oni Karimda 18 surada bayan kılıngan, bazı surelerde nayet kısık şekilde bayan kılıngan, bazı surelerde tefsili, uzunrak şekilde bayan kılıngan. Alahide bir sure, Sure Hud deb muşu Hud aleyhisselam'ның namı bilen atalgan. Nima üçün dese, bu surede Hud aleyhisselam'ның vaqaligi alahide tilga ilingan boğaçqa, başka peygamberlerinin vaqalikleri tilga ilingan boğaçqa, ve şundaqla kafirlarga bo'lgan Allah'ның azabı, peygamberlerge işenmegenlerge bo'lgan Allah'ның g'azabi bayon qilingan bo'lg'achqa, şuna bu sure haqida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu ya Resulallah şaşlarga aq kirib ketibdi o. Biraz qeri ko'rinib atala degan vaqtda Şeyyebetni Hudun ve ahavatuha. Meni Hud, yani Hud suresi demekçe. Yani Hud suresinde bayan kılıngan vaqaliklar ve şundaqlı bu Hud suresi o'xshab ketirgan, muşunun o'xshash qiyomatninki ko'rinishlerini bayan qilgan Mursalat olsun, Sura Amm olsun, yoki Iza Shamsu Kuwirat olsun, muşunun o'xshash surelerde bayan kılıngan Allah'ninki g'azabining kafirlarga kadar qattiq ekanligi meni mushu qiritdi. Deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alahida bu Hud aleyhisselam'ninki vaqaligi bayan kılıngan sure hakkında bu sözünü çok qilgan. Bular Qur'oni Karimda Ad deb atalgan. Alimlerimiz nima uchun Ad deb atalgan desa, bu Ad degan söz Arab tilida minal aud. Yani qaytishdan. Aud degan qaytish degan ma'noda mushuningdan kelib chiqqan. Nima uchun desa, bular to'fon balasida Nuh aleyhisselam'a kafir bo'lgan insonlarning hammasi halok bo'lib, Nuh aleyhisselam'a ergashganlarning ichidan bu xalq Arab yerim arlig'i berib, aşağıda yeniden bir hayatlık başlagan bo'lg'achqa, bütün şu chaqdagi insonlarning ko'p qismi kafir bo'lganlar halok bo'lib, yeniden bir hayatlıkni bular başlagan bo'lg'achqa, shu Ad deb atalgan dedi. Hud aleyhisselam cho desa, nima uchun Hud deb atalgan desa, minal Hud. Hud degan arab tilida naiti ig'ir besiq ve shundaqli temkin ishlarni naiti joyida yaxshi bijirdigan degan ma'noda
Boğaçqa Hud aleyhisselamda bu süpetler tepildiğen boğaçqa şunu şu Hud dep atalgan. Yani bu Hud'nın ma'nisi nima desa Allah'a tövbe qilish, tinchlik, muomala qilganda mehribonlik bilan muomala qilish, temkinlik degan ma'nolarda kelgan. Shuning uchun Hud aleyhisselam deb atalgan deb olimlarimiz shu bu qarashni o'ttirib qo'ygan. Demak, Hud aleyhisselamning Nuh aleyhisselamning oqisidan kelgan payg'ambar ekanligi Qur'oni Karimda bularning voqealari, payg'ambarlarning voqealari bayon qilingan vaqtda har doim Hud aleyhisselam Nuh aleyhisselamning oqisidan keladi, bayon qilinadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda "Ava'jibtum an ja'akum zikrun min robbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Sizlar nimaga hayron bo'layotsizlar? Sizning ishingizdan, ya'ni o'z xalqingizdan sizlar shundoq ishindigan, sizlar shundoq hurmatlaydigan bir odam sizning ishingizdan payg'ambar bo'lib kelsa, sizni Allohning azobidan ogohlantirib, Allohning tunishqa sizlarni chaqirib kelsa, sizlar bunga hayron qolamsizlar. Bu payg'ambar qachon kelgan desa, mush oyatning o'zida bu payg'ambar Nuh aleyhisselamning oqisidan kelgan. Nuh aleyhisselamning oqisidan Nuh aleyhisselamning kafir bo'lgan qavmi halak bo'lgandan keyin sizlarni bu zaminga izbasar qilib Alloh subhanahu va taolo Nuh aleyhisselamdan keyin sizlarni avatgan. Sizlar Allohningki ne'matlarini aslamamsizlar sizlar? Nimish unutib qolasizlar? Ya'ni Alloh sizlarni qutqizib, sizlarni halok qilib o'tmay Nuh aleyhisselamning qavmini halok qilgan vaqtda sizlarni saqlab qoldi. Bu Allohning katta ne'mati. Bu ne'matni nima uchun aslamaysizlar? Deb mushu sura A'rofda kelgan mush oyatda Hud aleyhisselamning shu Nuh aleyhisselamning oqisidan kelganligini alohida shu Qur'oni Karim bayon qilgan. Demak, Hud aleyhisselamning Nuh aleyhisselamdan keyin kelganligi mush oyat va buningdan boshqa necha oyatlarda shu alohida aniq bayon qilingan. Bu Hud aleyhisselamning qavmi Ad qabilasini odatda arablar tarix olimlari arablarni ikki xilga bo'ladi. Birisi Arabul Baida, ikkinchisi Arabul Musta'raba deydi arab tilida. Bu Arabul Baida degan yo'qolib ketgan, halok bo'lib ketgan arablar demakchi. Bu halok bo'lib ketgan arablar qaysilar desa, mushu Samud qavmi, Ad qavmi, Jurhum degan bir necha qabila bunun qatidan Qur'oni Karimda bayon qilinganlar Samud qavmi, Ad qavmi bular bayon qilingan. O'zining payg'ambarlariga ishonmaganligi uchun, payg'ambarlarni yolg'onga chiqarganligi uchun, chekidan oshganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bularni shu halok qilib o'tgan, yo'q deb o'tgan. Keyin Arabul Musta'raba deganlar cho desa, Jurhum qabilasidan Hajar radhiyallohu anha Ibrohim alayhissalomning ayoli Makka kelib o'rinlashgandan keyin shu yerda suvoligini ko'rib, Jurhum qabilasidan bir qism arablar kelib shu yerda yashagan. Shuning bilan İsmail aleyhisselam cho desa, arab tilida so'zlaydigan bo'lib cho'ng bo'lgan. Shu sababdan bu İsmail aleyhisselamning avlodlarining hammasi cho desa keyin arablashganlar. Ya'ni asli arablar bilan aralashganlikdan arablashgan arablar. Bular mana ta bugungi kungacha ba arablar musho. Demak, oldidagi bu Samud qavmi, Ad qavmi bularning hammasi shu payg'ambarlarga ishonmaganlikdan halok bo'lib tugab ketgan. Bularning o'rniga boshqa arab qabilalari shu bularning o'rnini egallagan. Bular nerede yashagan? Bu Ad qavmi nerede yashagan desa, bular shu desa Ahqab degan yerda yashagan. Va Qur'oni Karimda Ahqab deb alohida bir sura bor. Hud aleyhisselamning voqealigi bu surada alohida bayon qilingan bo'g'achqa, shun bu sura shu desa Ahqab deb atalgan. Qur'oni Karimda bu vaqt nima deydi desa, "Vazkur akha Adin iz anzara qawmahu bil ahqaf va qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azab yawmin azim." Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem,
Sen Ad kavminin qerindishi bo'lgan Hud alayhissalomni shu asligin. Bu Hud alayhissalom o'zining qavmini, o'zining xalqini Ahqaf degan yerda alohida xato yo'lda minishdan ogohlantirib, to'g'ri yo'lni tunutgan. Demek bu yerda Ahqaf degan yerda yashagan dedi Qur'oni Karimda. Bu Ahqaf degan ne desa, buning ma'nosi nima desa olimlarimiz, bu Ahqaf degan odatda naite kum, yani kum düyse shamal kelgan vaqtda kum degan harakatlandigo, aslında harakatlanib turadigan shamalning sababi bilan naite qo'yuq qumliq degan so'z. Bular hozir bugungi kunda nega o'rinlashgan bu rayon desa, mushu Hadramavt, bugungi Yamanda Hadramavt deb bir yer bor. Shu yerdan tortib mushu Umman o'tirisidagi nayt kangra cho'llikni Ahqaf deb ataydi. Bular Allohningki g'azabiga uchrab, bu rayonga Allohning g'azabi tushib, qattiq bo'ron shamol bilan bular halok qilingan bo'lg'achqa bugün kun kadar çoğu dese bu çöllük, bu kumlukta adette Adem yaşamaydı iken. Adem yaşamaydı iken. Bu kumluk her daim çoğu şamalının sebebi bilen yötkilip turduğan şu jangalda muşundak bir rayon. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın gazabı düşken rayon boğaçka hazır kadar Peygamberimiz alahide bu gazab düşken rayonlarda turuştan agahlandığan Şundaqla gazat qilmagan vaqtda bu g'azab tushgan rayon bu yerdan tiz mengib ketinglar, bu yerda turmanglar deb alohida cho o'zininki sahobalarni ogohlantirgan. Demak, qaraydigan bo'lsak, bularning hammasi shu vaqtda Hud alayhissalomga ishonmaganligi, Hud alayhissalomga eskilik qilganligi, Hud alayhissalomning payg'ambarligini inkar qilganligi sababidan bularning hammasi shu rayonda shu halok qilingan, Alloh subhanahu va taolaninki g'azabiga uchragan. Endi bu Ad alayhissalomninki qavmi bo'lgan Hud nimaga tayinib mushundaq yo'g'onlik qildi? Nimaga tayinib o'zini hammadan cho'ng sanaydi? Desa, Qur'oni Karim bularninki o'zining kuch quvvatiga tayinib Hud alayhissalomga ishonmaganligi, Hud alayhissalomni inkor qilganligininki sabablarini bir necha nuqtada alohida bayon qilgan. Qur'oni Karimda alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad irama zatil imad. Mana mushula boshqa necha yerda va qalu man ashaddu minna quwwa degan so'zni qilganlarmi mushula. Yani bizden güçlük, bizden yukarı, kudretlik güç bağımı deb Allah subhanahu wa ta'alaga bula can ilan qilgan bo'lg'ashqa, şuna Allah subhanahu wa ta'ala bularni şu ahiriste halak qilgan. Allah nisib qilsa inşallah budaq darsda bularninki nimaga tayinib mushundaq yo'g'onchilik qilganligi, bugungi kundagi zolimlar komünistlar nimaga tayinib yo'g'onchilik qilyapti? Bu haqda kelarki dars to'xtalamiz. Allah subhanahu va taolo hammamizni bu payg'ambarimizningki Hud alayhissalomning vaqaligidan alohida yaxshi foydalanishga nasib qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk.